Shunday qilib bu qo'ylarni sotib ketmasak bo'lmaydi-da. Dubaylargami, Parij-Marijlargami? Boraylikmi? Ketaylik, qishloq joyiga tegdi bu. Bu yoqda ham qo'y boqib yuramizmi? Yo'q, u yoqda qo'y boqishmaydi. Ruhandillari bor, bizlar qilamizmi? Bizlar qanday? Johnny, baba! Shuncha qo'yimiz bor, birortasini sotmadik. Sotib turib menga pulni olib bermaysizmi? Ustrosh olib bermaysizmi? Yurishimni qarang. Nima qilasan sen? Ketayim, men ham qo'shnilarim o'rtasiga chilonzor Ko'paytirish kerak, ularni ko'paytirib. Qayerga ketasan? Ketaman. Mana yenikiga ketib qoldi. Ketaman, olib kelganini qilaman. Ketaman. Sen ketsang ket, menga qo'ylarimga sodiqman men. Sen menga sodiq bo'lmadi, men qo'yimga sodiq bo'l. Qo'ylaringizni xotin qilib oling. Ket. Mashinamga tegmagan lekin, bu men qimmat to'kima to'xta. Menga to'xta dedim. To'xta dedim. Mashinamga tegma. Siz qayerga ketyapsan yana? Parijga ketyapman. Parijga? Hech kimga aytib sotmaymiz dedim men, qo'ylarimni sotmayman. Qo'ylarimga bittarasi ketgan, qoma xatingizni bilib tashlayman. Bularni sotib taylayman. O'zi zo'rg'a erishgan qo'ylarimni nega tegasan sen? Sabr qil, bir yil sabr qil. Yana ko'payib ketadi. Men ko'maysanmi sen? Efirga men seni o'zim olib chiqaman. Meni tushunmaydi bu. Boshqasini topib uylanib olaman. Onasi o'pmaganiga uylanaman men. Onasi o'pmaganiga uylanaman. Qilib men sizni bo'g'ib o'ldirib ketaman. Siz qanday hech xotin olarkan. Kuchimni ko'kartirib tashlayman. Kecha esamga tiyib o'ynab meni nuqul kungal bo'ladi. Maynamga chiqib taylading. Men yetib oldim buni. Kakashka. Qo'ylarning ishi bu. Aytdim nimadir sasiyapti. Meni qo'ylarimning o'g'itlari bular. Mana bu o'tlarni uyushtirib taylaydi. Buni ham pul qiling. Soting. Sotaman. Soting. Seni ham sotaman. Seni ham. Hali shundaymi? Yo'q. Yo'q, men qo'ylarim sotaman. Unda davay sotaylik-da ketaylik. Sotayamizmi? Dunyo kezaylik. Ketaylik, ha? Ha. Xotin! Qo'ylarni sotib ketaman. Rossiyaga ketaman. Yo'q, men Dubayga boraman, Dubayga.